Tamoyillarda avratda olib o'tishdi. Bemorimiz Hojimamatova Buxoshiya xolamiz, 59 yoshdalar. Bizga kelgandagi asosiy shikoyatlari tizzadagi og'riqlarga, bel sohasidagi og'riqqa hamda harakat cheklanishiga bo'lgan. Og'riqlar harakatda, o'tirib turib olishda, o'sha yurib ketib olishda, ibodat paytida bo'lgan. Bugungi holatimiz mana bir haftalik lecheniyadan keyin yaxshi tomonga o'zgarish bo'ldi. Harakatlarimiz tiklandi, og'riqlarimiz pasaydi. O'zlarining holatlari bo'yicha taassurotlarini aytib berishadi hozir. Men Hojimamatova Buxoshiya, Qirg'izistonlikman. Qirg'izistonda ham nechta больницаlarga bordim, yotdim. Holatim yaxshi bo'lmadi. Keyin bir nimadan eshitib qoldim, Anvarjonda. U odam o'sha yerga bordim, 5 kunda yaxshi bo'lib keldim dedi. Anvarjonni izlab Qirg'izistondan O'zbekistonga keldik. Inshaalloh Xudoga shukr, yaxshiman. O'tirib turyapman, bemalol yuryapman. Kelganimda nihoyatda og'ir vaziyatda kelganman. Tamoyillarda avratda olib o'tishdi. Hech qanaqa og'riq yo'q, yaxshiman. Bemalol taratlar qilyapman. Namozlarimni o'qiyapman. Og'riq yo'q oyoqlarimda. Mana chap oyog'imda.